Bilasizlarmi, O'zbekistonda shunaqa muammolar borki, ular necha yildan beri qayta va qayta takrorlanaveradi. Mana misol uchun, yomg'ir yog'ganda ko'cha, tunnel, metrolarni suv bosib ketishi, qish kelganda bo'lsa elektr ta'minotidagi uzilishlar, gaz bilan muammo, metan zapravkalarda paydo bo'ladigan kilometrli очередlar. Bu muammolarga sababchi ko'plab omillar bor. O'ylanmagan infratuzilma, dabdala shaharsozlik, sifatsiz qurilishlar, ajratilayotgan byudjetni boshqa joyga sarflanishi, korrupsiya va hokazo. Faqatgina muammoga duch kelganimizdagina o'sha muammo bilan kurashayotgandek o'zimizni ko'rsatamiz. Lekin vaziyat o'tgandan keyin hammasi baribir unutiladi. Va keyingi yil yana shu muammoga duch kelamiz. Mantiq Left Uzbekistan. Hozir men sizga O'zbekistonning kelajagini aytib beraman. Xo'sh. Bu yil qishda gaz zapravkalarda o'chirt ko'payib ketadi. Bahor kelishi bilan yomg'irlar yog'ib, ko'chalar yana suvga to'lib ketadi. Keyingi o'quv yilida mandat o'qish boshlanishiga bir kun qolganda chiqadi. UzAvto Motors yana narxlarni oshiradi. Odamlar esa bundan nolib, baribir sotib olishda davom etishadi. Shuncha muammolar bor ekan, shu muammolarni hal qiladigan odam topilmaydimi? Javob bermayapti. Kelasi yil qishda Nima bo'ladi? Nima bo'ladi qishda? tushunmadingmi? Chiroq o'chib qoladi.